Uyal. Samolyot birinchi nimaga uyalishim? Yo, Said bo'pti. Said. Yo, Said samolyot. Bu kimlarcha aytishmi? Barga zon ziki. Et. Ya, administrator iftorlik qilyapti. Ziki o'rinchi u. Said endi. Arish ati. Adi? O'sha bitta iftorlik hadi dostonim. Arish iftorlik qilib beryapti. Sen yo bu qilib bermadilar hali. Men Nima? qilib bermadim hali. Lekin Alisher qilib beryapti. Alisher. Profilni atletga qo'yamiz. Atletga cho'qotdilar. Kerak emasmi? Ha, kerak emas. Hozir yana bitta iftorlik qilib bering, men buni reelsimga qo'yaman, siz bilan savmestga qo'yaman. Kimda kim iftorlik qilib bermoqchi bo'lsa bizga alohida cho'rib. Yaxshi fikr, yaxshi fikr. Abdullo, sen qachon qilib berasan? Manmi? O'tgan yil uyingda qilib bermoqchi edingsan. Majoyini o'chirmay qo'ysang zo'r bo'lardi. Bitta insonni 1 million 600 qanda qarzi bor. 2 oydan beri cho'zib yuribdi. Men shu pulga niyat qilib qo'ygan edim, iftorlik qilib beraman deb. Unaqa yo'q. Qanaqa bo'lmaydimi unga? Auditoriya uchun kimniki qarz olgan deb aytmayapsiz. Ma'mini. 2 oydan beri 300 dollar bilan 1 million 600 qarz berganman. Shunaqangi bir isqirt inson u, men ro'za aytayapman, isqirt inson, rostdan komandadagi eng gryaz inson, hammadan qarzi bor, lekin hech qachon bermaydi. Faqat oilaviy sharoitini tushuntiradi, qiynalganini aytadi. Xuddi uni rasxodlariga qarz bergan odam aybdor. 2 oydan beri 1 million 600 pulni hali olganim yo'q. Men niyat qilib qo'ygan edim, iftorlik qilib beraman deb. Lekin u hozir menga уже одолжение qilishga o'tadi. Sen nimaga menga bergan qarzingga iftorlik qilib bermoqchisan, deyapti. Bu qanaqa gryazlik va tushunmayman. Nima deydi? Bu dunyoda hamma bir-biridan qarz deydi menga, qarzingni bersan. Даже sen ota-onangdan qarsa, u qarzni uzolmaysan deydi. Umuman temaga aloqasi yo'q narsalarni aytadi. Zato qarz. Bu gapirgan hamma sizlarni kayfiyatini ko'tarish uchun aldoviydi. Bu hammasi rost gaplar. Bu qarz oladi, hech qachon bermaydi. Kimdir intervyu berganda muammoni aytib oladi-yu, o'shanga o'xshaydi. Bu kulgili emas, bu bor gap. Qarzdorsan. Sen qarz Turaymi? Et. Qarang, yanvar oyi tekinga qilib berdim, reklamalar montajida. Fevral oyini aytdilar, qilib berar, oylikda gaplasharmiz sizlar. Nechta reklamangiz? Ha? Yanvar oyi uyalib so'ramadim, nima? Endi o'zimni ishlagan pulimni so'rasam anaqa qilmayman. 10 marta gapir. Yegan ichkalarni hisoblayman. Iftorlikni so'rama, sen oldin qarzingni to'la, siqib. yegan ichkani men chetida shashlik olib berganlar, ikkita nonni orasiga solib, o'shani aytibdi yegan ichkaning. Ya, yeb ichib qo'yibsan-ku, ukam. Sen bor o'tirma, qarzdor odam o'zi Qizim, boya bolalar bilan urushyotdi. Va hazillashib qo'liga 200 dollar beradi. Yumurga ulagansa qaytarib ham bermaydi o'sha 200 dollar. Asalmidi? 200 dollar bermadi, albatta. Bu o'zim pulim. Kerakmi senga? bu So'rilmaydi bergan. Qara, bu men pulimda. Abdulla bunga qarz berib turaymi shu? Bermayman. O'g'longa mana shu pulni qarz berib turing. Uxlab ketasan. Bermaydi. Ha, uxlab ketasan. Keyingi oy so'raysan-ku, mana bunaqa deydi. Keyingi oy so'rasang, "Rasxotimni ko'ryapsan-ku" deydi. Adazini bilan gapiradi. Demak, 5000 10 ming rasxodda oyiga. qarzga beraymi shunchaga? Kam pulim bor. Ha, ko'rsa. Buni ham berib qo'y, mabodo. Men ko'p pul bilan yurishga o'rganib qolganman-da. Hozir mana hammasini qo'y. Hammasini qo'y. Ha, bilsin. Bu har doim kar qiladi, o'zini ana fondga ichilab zo'r ko'rsatadi-yu, cho'mchagida ximiri yo'q, gadoy bu. Qo'y uni. Edit yasashli gaplar bo'ldilar ekan. Abdulla bilan ko'p gapiradigan bola emas-ku, cho'tlar ekan ular. Televizorga kelib olmam aytadi. Bizning uyimizda gaz yo'q nimaga? Ro'za boshlangandan beri meni asabim buzyapti-da. Sen nimaga iftorlik qilib bermayapsan? Nimaga iftorlik qilib bermayapsan deb bolam. Shu 1.600 bersa, men niyat qilib qo'ydim, o'shanga qilaman desam, bugun asabim buzyapti. Bitta sen qilib bermagansan deyapti-da. Men gapirsam bor-ku, ko'p tashiyman buni. Bu tema menimcha hali beri oy oxirigacha yopilmaydi.